Har doimgidek challenge'imizda 100 ta odam qatnashadi. Agar ulardan bittasi hech qachon o'tib bo'lmaydigan labirintda o'tsa, men u odamga 10 yilga yetadigan yogurt beraman. Yogurt? Nimaga? 10 yilga yetadigan yogurt albatta men yutib olaman. Server, eshikni och. Bu videoda sal o'zgarish bor. Kelli va Tom bor. Lekin Chris bugun uxlab qoldi. O'shaning uchun bugun uning o'rniga Karl. Yo'q xudoyim, men juda ham ko'p odamlar urib tashlashdi. Biz tomonda ham shu ahvol. Sizlarga eslatib qo'yib, bu birinchi labirint. Hali oldinda 3-4 ta labirintlar bor. Lekin ularga o'tish juda ham qiyin bo'ladi. Nimaga sizlar hammangiz bir xil yig'ilib yuribsizlar? Bu qom tushib ketishi bilan xabaringlar bormi? Nima? Yoboy buqa? Yoboy buqa bormi? Ular yoboy buqaning orqasidan yurishibdi. Yo'q, xudoyim, bu bizni ko'rmayotganiga besh ketdim. U meni orqamda, tezroq qochishimiz kerak. Opa. Ikkita odam o'zi o'tib bo'ldi. Ha, to'xta, men o'zi o'tdim. Ovoz, men Supermanman. Men chiqdim. Men bu yerda yutqizaman. Buni yutsak nima beradi o'zi? Yogurt. O'zi ular yetib qolishdi. Opa. Yo'q. To'xtanglar. Yo'q, hamma meni itaryapti. Karl. Bu videoda hech kimni o'ldirish mumkin emas degan narsa yo'q. Hammasi yaxshi? Yo'q! Shuncha tepaga chiqib, oxiri yerga tushib ketib o'lib ketishimga sal qoldi. U qiladi. Yo'q, qilolmaydi. Yo'q, qaytadan tepa ochish kerak endi. Nimaga aynan men? Nima u seni yiqishga harakat qilyaptimi? Baribir o'ldirdim. Nima, rostdan menda yarimtagina jon bor. Menga tegma. Nimaga aynan men? Menda ozgina jon qoldi. Men qila oldim. Sen qila olasan, sen o'zingga ishon. Qila oldim. Yo'q. To'xtanglar, men shu toshchilarga nima yutib olishini aytmadim. Ya'ni 1 yilga yetadigan yogurtni. Diqqat, bu o'yinni yutgan odamga nima berishini aytib o'taman. Bu o'yinni yutgan odamga naqd 10 yilga yetadigan yogurtni beraman. Uning o'rniga pul bersang bo'lmaydimi? Ha, to'g'ri, o'shaning pulini berib qo'ya qol. Bu yerda o'tish imkoni yo'q adashmasam. Ha, albatta, chunki biz bloklarni sindirib yubordik-ku. Davay, sakraylar. Server, ikkinchi darvozani och. Keyingi bosqich, muz va lava. Davay, birodarlar, tezroq bo'lamiz. Nima, bu muzmi? Buning imkoni yo'q-ku. Agar bundan o'tib olsak, siz tarixda qoladi. Men yiqilib tushdim, nimaga? Bo'ldi. Aytmoqchi sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Bu yerda o'lgandan keyin Yo'q, ha. Yo'q. Nima, sizlar hazillashyapsizlarmi? Birodar, biz boshqa joyga yiqilmasligimiz kerak. Yo'q, nima bo'lyapti? Nimaga ular bizning men orqamda kelyapti? bu yerda men xo'jayinman, xohlaganimni qilaman. Xohlaganimni qilaman degan orqamdan urish kerak degan emas-ku. Bo'ldi, urma. Bu haqqoli emas. Tom, sen qayerdasan? Birodar, men katta Jimmy'da qochib yuribman. Tak, cho'tanyapti. U meni o'ldirdi. Men 3-darvozani ochishimni oldin sal qiyinroq qilmoqchiman. Lava, suv, paydo bo'linglar. Salom nimaga? Bu yerga juda ham ko'p moblar to'ldirib tashlanglar. Qiyin bo'lsinmi? Juda qiyin. Sizlar ko'rib turib nimaga obuna bo'lyapsizlar? Obuna bo'linglar. Biz yutishimiz kerak. Albatta biz yutsak juda ham zo'r bo'ladi. Agar men yutsam yarmini senga beraman. Osonmi? Yo'q, aldadim. Men qulab tushdim. Senga shu kerak edi. Bunchalar ko'p moblar. Bu yer tirik qolsa bo'ladimi o'zi? Men o'ylashimcha oxiriga hech kim bora olmaydi, nima? Oxiriga qanday qilib bular bo'lishdi? Xavotir olma, keyingisi bundan ham qiyinroq bo'ladi. Yana undan ham yomoni, bir marta uxlagandan keyin boshidan parkini boshidan qaytarib kelasan. Men qaytib keldim. To'xta, men o'zimni hakerlik narsalarni ishlataman. Sen shunda o'zing haker deb o'ylaysanmi? Yo'q, bitta hakerga o'xshagan bolani ko'rib qoldim. Aha, nima bo'ldi shunga? Agar haker bo'lsang, sendan bittagina yendirish jamshid bo'lmasa uyat bo'ladi. Ma, olib qo'y. To'g'ri, bo'lmasa o'lib ketasan. Yendirish jamshid menga juda ham yordam berdi. Opa, keyingisiga o'tishga ozgina qoldi. Men xohlaymanki, yogurtni eng aqlli odam olishini xohlayman. Ha, to'xta, men bu ikkalasiga to'xta. Nima? Qochdik. Ular ko'ryaptimi? Bu haqqoli emas. Mayli, o'tirsin. Yugur. Yo'q. Men boshiga kelib qoldim. To'xta, men yiqilsam hammasi orqaga bo'ladi. Ozgina boradigan joyim bu yerga. Chelner chitni ishlatyapti. Yo'q, Karl, yo'q. O'xshadi. Men chetillarni yo'q qilishga qaror qildim.
Bamnusha, cheater. Ular senga ham berishdi. Endi bu kartani ochishga harakat qilamiz. 1, 2, 3. Ochil. Men tezroq tepaga chiqishim kerak. Tepaga chiqish bilan karta tugab qolmaydi. Hali bu tomonda juda ham qiyin shartlar bor. Senga odamlar yetib olsa, endi nima qilmoqchisan? Ularni o'lsam bo'ladimi? Albatta. U seni o'tib ketyapti. Bo'ldi, yogurt seniki emas. Yo'q, men bor kuchim bilan harakat qilaman. Shu yilda eng ko'p yogurt yegan davlat qaysiligini bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Angliya yogurt yeydimi? Ha, to'g'ri, Angliya birinchi o'rinda olgan bo'lish kerak. Biz shunchaki bunaqa qilsak-chi? Yo'q, nimaga? Yuragim to'xtab qolay dedi. Yogurtlarni men olaman. Men keldim, tezroq chiqishimiz kerak. Qaranglar, bularning qanaqa chiqishini. Yaxshi, men tepadaman. Karl. Men yordam beraman buni tushirib olishga. Opa, chiqib ketdi. Jayneter. Ha? Tasavvur, 10 yilga yetadigan yogurtni yutib olsang nima qilasan? To'g'risini aytsam, men umuman yogurt yaxshi ko'rmayman, lekin o'shaning uchun. Unda senga eng yaxshi yo'l ana tomonga bitta kalata tashlab bo'ldi. Lekin oyim yaxshi ko'radi-da. Nimaga hamma oyisiga yogurt olib boryapti? Men oyimni yaxshi ko'raman. Oyisini yaxshi ko'rgan tez obuna bo'lsin. Nima bu o'zi? Bosish kerak, boshqa narsalarni bosmaslik kerakmi? To'xtinglar, Karl. Ha? Bu karta esingdami? Yo'q. Hozir men buni bossam juda ham qiyin bo'lib ketadi. Nimaga unaqa qilding? Men esimdan chiqib ketdi u tomonlari. Nima orqasida bosganlari ham yo'q ketadimi? Chelner, sen o'ynashni bas qil. Sen cheatersan. Ban beraylik. Yo'q, cheat ishlatmayman. Yana bitta cheat ishlatsang yo'q qilaman. Xo'p. Nimaga sen ular urasan, lekin ular urmaydi? Chunki ular meni qo'rqishadi. Nimaga sen unaqa qilding? Karl hamma darvozalarni och. Agar shundan o'tishsa, ular yutadi. Hali juda ham ko'p bor-ku. Shunda bu oxirgisimi? U yurganing bir tiyin. Mana bu yerda Mr. Beast'ning tushirilgan rasmida o'tishimiz kerak. Aniqrog'i senlar o'tishing kerak. Demak, hali normalniy vaqt ketamiz. Yarim soat qolibdi. Yo'ldan qoch. Ha, chenlarga ishonaman. Chandler! Olg'a. Bu yerda o'tsa bo'ladimi o'zi? Agar bu yerda yiqilib tushsam boshiga qaytib boramanmi? Qoidalarni yana qaytadan aytsam. Bu yerda yiqilganlarning hammasi boshidan qaytarilib keladi. Jigar sening ko'ngling ketgan. Men juda ham xavotir olyapman. Nima jinnos rostdanmi? To'xtanglar, men hozir ikkinchi o'ringa ketyapman. Boshidan qaytarilib kelayotganlar juda ham ko'p ekan. Karl, davay sakra. U prosta senga qarab turibdi. Prosta qarab turibdi. Baribir yiqilishi aniq bo'lib turibdi. Yo'q, nimaga u yerda turibdi? Uyda yotib olsa bo'lmasmidi? Tommi, senga imkoniyat. Qanaqa imkoniyat? Tezroq gapir. Oldingdagi odamni tushirib yuborasanmi yoki turaversanmi? Yo'q. Ha, birinchi o'rin, davay. Xudoyim. Ha. Shu senga kerak edi. Opa, qoch. Yo'q. Hozir ana odamni itarib yuborganini gaplashtiramiz. Hozir boya ko'rgan bo'lsanglar, yiqiltirib yubordi. O'shaning uchun hozir birga ulab ko'ramiz. Harakat qil. Xohlasang 1% ni beraman. Endi men yutaman, senga beraman. Mayli. Ko'ramiz kim birinchi bo'lar ekan, u bolamani qo'rqitmoqchi. Bu haqqoli bo'lishi uchun shu bolamni men bu yerga tipa qildim. Davom etishing mumkin. Rahmat, Adushi. U juda ham tez ketyapti. Men juda ham tez yuryapman. Juda tez yuryapman. Xuddi Flashman, Flash, Qoch, Superman. Bu moblar juda ham qiyin bo'ladi. Senlarga omad. Kim o'ta olsa o'shanga 10 yilga yetadigan yogurt. Men bola birinchi bo'lib ketyapti. Yo'q, men bu tomonda. Ana u ikkinchi ekan, men birinchi ketyapti. Yo'q, to'xta. Mana ketdi. Yo'q. Voy, sen qopqondasan. Yo'q. U prosta o'ldi. Tommy, sen bilan kelishib olsak bo'ladi. Yaxshi, men kelishishlarni yaxshi ko'raman. Qanaqa? Agar sen odamlardan obuna bo'lishni so'rasang, men seni juda ham oldinga olib borib tashlayman. Tushunarli. Hamma meni eshitsin. Hamma menga obuna bo'lsin, davay. Ko'rasam, Fox opa, o'tdim, yaxshi. Men odamlarni davay, birinchi o'ringa chiqaman. Opa, yaxshi. Voy, yo'q. Moblar bilan juda ham qiyin bo'lib ketdi. Bunaqa bo'lsa-chi? Server hamma moblarni olib tashla. Olg'a. Moblar yo'q.
Agar bu yerdan birinchi o'tgan odamga 10 yilga yetadigan yogurt yutib oladi. Opa, mana bu ikkita odam yugurib ketyapti birinchi bo'lib. Yaxshi orqasida yana mana bu tomonda odamlar. Opa. Yo, kim yutadi o'ylaysanlar? Doy, oz beringlar. Ma'qul ketdi, nima qilaman endi? Bitta odam yo'lni topganga o'xshayapti. Правильную развилку к выходу. О, я тут. Tabriklayman, sen birinchi o'rinda olding va naqd 10 yilga yetadigan yogurtni yutib olding. Bitta savol bor, nimaga bunaqa kiyim kiyib olgansan? Просто скажи мне, когда No, нужен cho'tayni yogurt. otasan. Mayli, hamma obuna bo'lsin.